Haftalik iqlim falokatlari haqidagi sharhlarimizni muntazam kuzatib borayotganlar shubhasiz juda tashvishli tendensiyani allaqachon sezgan bo'lishsa kerak. Deyarli har bir videoda Rossiya hududidagi tabiiy anomaliyalar haqidagi lavhalar paydo bo'la boshladi. Biz ilgari buni chetlab o'tganimiz uchun emas, balki u yerda tabiiy ofatlar haqiqatan ham ancha kam bo'lganligi sababli. Ko'pchilik uchun noma'lum bo'lgan sabablarga ko'ra vaziyat butunlay o'zgardi. Rossiya iqlim hodisalarining soni va kuchi bo'yicha dunyoning qolgan qismini tez surat bilan quvib yetyapti. Bu mamlakatda nima sodir bo'ldi? Bugungi sharhimizni oxirigacha tomosha qilsangiz, bu savolga javob topasiz. Rossiya 8-may kuni Orenburg viloyatining Svetlinskiy tumanida, Tobolskiy davlat xo'jaligi hududida bu joylar uchun noyob tabiiy hodisa sodir bo'ldi. Aholi punkti ustidan kuchli quyun o'tib, mahalliy aholini vahimaga soldi. Ofat tovuq tuxumidagi yirik do'l bilan birga kuzatildi. Molxonalarga jiddiy zarar yetkazildi. Bu esa hayvonlarning nobud bo'lishi va jarohatlanishiga olib keldi. Guvohlarning aytishicha, ikkita quyun sodir bo'lgan. Ikkinchisi dala bo'ylab o'tib, tezda zarar yetkazmay tarqab ketgan. 8-may kuni Shimoliy Kavkaz hududlarida kuchli momaqaldiroq, do'l va bo'ronli shamol hukm surdi. Ofat daraxtlar va ustunlarni ag'darib, elektr uzatish liniyalarini uzib tashladi. Do'l bog' va ekinlarga katta zarar yetkazib, hosilni xavf ostiga qo'ydi. Shimoliy Osetiyada respublikaning bir necha tumanlari elektr energiyasiz qoldi. Yong'oqdek kattalikdagi do'l mevali daraxtlarni jiddiy shikastladi. Kosta qishlog'ida shamol shunchalik kuchli ediki, u hatto yodgorlikni ham ag'darib yubordi. Vladikavkaz shahrida daraxt mashina ustiga qulab tushdi. 2 kishi jarohat oldi. Ulardan biri og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Qorachoy-Cherkesiyadagi Starojevaya stansiyasida 12-may kuni do'l bo'roni qishloq aholisini kuch va mablag' sarflagan kelajak hosilidan mahrum etdi. Odamlar oilasini boqish va tirikchilik qilish uchun mo'ljallagan narsasini yo'qotdi. Stavropol o'lkasida 9-may kuni uzoq davom etgan jala yomg'irlardan so'ng Turkman okrugidagi Ovishi qishlog'ini suv bosdi. Ayrim xonadonlarda suv sathi 1,5 metrgacha ko'tarildi. Pollar shikastlanib, mebel va maishiy texnika yaroqsiz holga keldi. Shuningdek, mintaqaviy yo'lning bir qismini ham suv bosdi. Georgiyevsk okrugida favqulodda vaziyat rejimi joriy etildi. Bu yerda yong'oq kattaligidagi do'l tufayli 10 ming gektardan ortiq bug'doy, arpa, makkajo'xori, kungaboqar, no'xat va zig'ir ekinzorlari zarar ko'rdi. Yo'qotishlar 20% dan 100% gacha tashkil etdi. 12-may kuni Solnichno-Dolsk posyolkasida kamdan kam uchraydigan, qiyin prognoz qilinadigan hodisa yomg'ir bombasi kuzatildi. Bu katta miqdordagi yog'in bilan kuchli pastga yo'nalgan havo oqimidir. Bu esa suv quvurlariga zarar yetkazib, bir qator xonadonlarda suv ta'minoti to'xtab qolishiga sabab bo'ldi. Seysmik faollik 13-may kuni Yevropaning eng xavfli supervulqoni Kampefligray hududida 4 va 3,5 magnitudali zilzilalarni o'z ichiga olgan 49 ta zilziladan iborat silsila sodir bo'ldi. Zilzila markazi Pitsoli shahri yaqinida joylashgan edi. Seysmik silsila maktablar va jamoat binolarining evakuatsiyasiga, mintaqaviy temir yo'l aloqasining to'xtalishiga va favqulodda vaziyatlarni muvofiqlashtirish markazlarining faollashishiga sabab bo'ldi. Muhimi, qizil zonada, ya'ni kaldera yaqinida 1,5 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladi. Fuqaro muhofazasi vazirligi favqulodda holat rejimini joriy etdi, chunki bir necha oydan buyon ushbu hududda zilzilalar silsilasi kuzatilmoqda. Ularning ayrim silkinishlari mahalliy aholi tomonidan aniq sezilyapti va vayronagarchiliklar hamda jarohatlarga olib kelyapti. Ilgari bu yerda 4 balldan yuqori zilzilalar bir necha 10 yilda atigi bir marta sodir bo'lgan bo'lsa, endi so'nggi 2 oy ichida ikkita shunday hodisa qayd etildi. O'sha kuni Gretsiyada 6,1 magnitudali kuchli zilzila qayd etildi. Ukrit orolining janubida sodir bo'ldi. Zilzila butun Sharqiy O'rta Yer dengizi bo'ylab, jumladan Isroil, Misr, Turkiya, Iordaniya va Livanda ham sezilib turdi. Ruminiyada ekstremal ob-havo sharoitlari tartibsizlik keltirishi davom etmoqda.
Kuchli bo'ronlar Dolsh okrugida haqiqiy ofatga sabab bo'lib, 100 dan ortiq uyni suv bosdi va 3500 gektarga yaqin qishloq xo'jaligi yerlariga zarar yetkazdi. Mexedinsa okrugida yirik do'l uzumzorlarni, shuningdek piyoz, sarimsoq va boshqa ekinlarni yo'q qildi. 82 yoshli mahalliy aholi vakili umri davomida bunday hodisani hech qachon ko'rmaganini aytdi. Bir necha tuman yo'llari suv toshqini tufayli butunlay to'silib qo'yildi. Bu esa transport harakatini sezilarli darajada qiyinlashtirdi. Bir necha kundan so'ng mamlakatni Arktika havo oqimi qamrab oldi. Bu esa may oyining o'rtasi uchun g'ayritabiiy sovuqni keltirib chiqardi. Qor yog'ishi mamlakat shimolini qopladi. Rodna tog'larida qor bo'ronlari avj olib, qor qatlamining qalinligi 10 sm ga yetdi. 12 may kuni so'nggi 50 yil ichidagi eng sovuq kun bo'lib, kunlik tarixiy rekordni yangiladi. Merkuriya Chuke shahrida harorat Selsiy bo'yicha -3.6 darajaga tushdi. Omu cho'qqisida -7 daraja qayd etildi. Havo shu qadar sovudiki, ko'pchilik isinish uchun shoshilinch ravishda o'tin xarid qilishga majbur bo'ldi. Qalin qor tufayli baland tog'li Transfigurash shossesining ochilishi oyning oxiriga qoldirildi. Ukraina 8 maydan boshlab Ukrainada g'ayritabiiy sovuq ob-havo hukm surdi. Havoning o'rtacha sutkalik harorati me'yordan 5-9 daraja past bo'ldi. Mamlakatning deyarli barcha hududlarida ayoz kuzatildi. Odamlar bo'lajak hosilni saqlab qolish uchun ekinlarni agrotola bilan yopib, gulxanlar yoqishga urindilar. Biroq hamma narsani saqlab qolishning iloji bo'lmadi. Ko'p joylarda meva, yong'oq va polis ekinlari hosili nobud bo'ldi. Uzumzor va qulupnayzorlar muzlab qoldi. Lvovda kunlik eng past harorat rekordi ketma-ket 2 kun davomida qayd etildi. Bu yerda so'nggi 47 yil ichida bunday sovuq kuzatilmagan edi. Rovna shahrida 9 may kuni harorat Selsiy bo'yicha -2,5 darajagacha pasaydi. Bu 4 maydan keyingi davrda bu yerda qayd etilgan eng past harorat hisoblanadi. Tuproq yanada kuchliroq sovidi. Rovin viloyatida o'simliklar hatto issiqxonalarda ham nobud bo'ldi. 8 maydan boshlab Karpatda bir necha kun davomida qor yog'di. Bu sayyohlar ham, mahalliy aholi ham kutilmagan hodisa edi. Ko'p Ivan tog'ida haqiqiy qishki bo'ron avj oldi. Harorat esa -7 darajagacha pasaydi. 9 may kuni bir qator viloyatlarda kuchli yog'ingarchilik, do'l va kuchli shamol bilan bo'ronlar ketma-ket yuz berdi. Dnepropetrovsk viloyatining Pavlograd shahrida tornado uylar, avtomobillar va elektr uzatish liniyalariga zarar yetkazdi. Zaporojye shahrida 5 sm gacha bo'lgan g'ayritabiiy yirik do'l bilan kuchli jala yog'di. Odessa viloyatida kuchli shamol tufayli 55 ta aholi punkti elektr ta'minotisiz qoldi. 18 ming oila chiroqsiz qoldi. 12 may kuni Cherkas viloyatida do'lli bo'ronlar bo'lib o'tdi. Zlatonsha shahrida voqea guvohlari yirik tornadoni videoga olishdi. Xayriyatki, vayronagarchiliklar sodir bo'lmadi. Braziliya 9 may kuni Braziliyaning janubida bo'ronlar to'lqini yuz berdi. Rio Grande do Sul shtatida kuchli yomg'ir, shamol va quyunlar 40 ga yaqin shaharga zarar yetkazdi. Sidirilgan tomlar, qulab tushgan ustunlar va ag'darilgan daraxtlar haqidagi xabarlar deyarli uzluksiz kelib turdi. Cachoeiro do Sul shahrida bir kecha-yu kunduzda 190 mm ga yaqin yomg'ir yog'di. Bu may oyidagi o'rtacha yog'ingarchilik miqdoridan 1,5 baravar ko'p. Eng jiddiy hodisa Erval Grande munitsipalitetida sodir bo'ldi. U yerda quyun yuzlab binolarni vayron qildi yoki shikastladi va 30 gektarga yaqin evkalipt plantatsiyalarini butunlay yo'q qildi. Quyun o'rmon bo'ylab o'tib, ketidan yuzlab singan daraxtlar izini qoldirdi. Triunfo shahrida keksalar uyi zarar ko'rdi. O't o'chiruvchilar keksalarni xavfsiz joyga ko'chirib, vaqtinchalik boshpanaga joylashtirdilar. Santa Katarina shtatida bo'ron vayronagarchiliklarni keltirib chiqardi. Natijada qulab tushgan daraxtlar 2 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Ba'zi hududlarda shamolning tezligi soatiga 100 km dan oshdi. Itapiranga munitsipalitetida atmosfera mikroportlashlari to'satdan paydo bo'ladigan kuchli va vayron qiluvchi pastga yo'nalgan havo oqimlari qayd etildi. Bo'rondan eng ko'p zarar ko'rgan Palmitos shahrida uylar vayron bo'ldi, quvurlar, yo'llar shikastlandi, daraxtlar va ustunlar qulab tushdi. Shuningdek, mamlakatdagi eng uzun avtomagistrallardan birining bir qismi to'sib qo'yildi. Qishloq xo'jaligi yerlari zarar ko'rdi. Mandai munitsipalitetida kuchli shamol tufayli maktab sport zalining devori qulab tushdi.
Zal ichida bo'lgan 6 nafar bola jarohat oldi. Katta Florianopolis aglomeratsiyasi ham tabiiy ofatdan zarar ko'rdi. Pal-Oso munitsipalitetida g'oyat yirik do'l yog'di. Kolumbiya. Mamlakatda vayronkor yomg'ir mavsumi davom etmoqda. Ayniqsa Antioxiya departamentida vaziyat juda og'irlashgan. 8-may kuni kuchli jala Kolumbiyaning ikkinchi yirik shahri Medellin aglomeratsiyasining janubiy qismida katta ko'chkini keltirib chiqardi. Loy va vayronalar oqimi bir nechta uylarni bosib, turar joy mavzesining bir qismini yo'q qildi. 7 kishi halok bo'ldi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, yer to'satdan qimirlay boshlagani sababli odamlarning qochishga deyarli vaqti bo'lmagan. 23 ta oila evakuatsiya qilinib, vaqtinchalik boshpanalarga joylashtirildi. Halokatli ko'chki Antioxiyadagi ekstremal ob-havo tufayli yuzaga kelgan yuzlab hodisalardan faqat bittasi. Departamentning 125 ta munitsipalitetidan 72 tasida xavfning qizil darajasi e'lon qilingan. Medellinda may oyining boshidan beri 1000 dan ortiq favqulodda vaziyatlar qayd etilgan. Jala ko'p yoqqani sababli mamlakatning eng yirik daryolaridan biri Cauca daryosi toshib, o'nlab tumanlarni suv bosgan. Kongo Demokratik Respublikasi. Kongo Demokratik Respublikasining sharqiy hududlariga kuchli jala yog'di. Ayniqsa Janubiy Kivu provinsiyasi katta zarar ko'rdi. Fizi tumanidagi kichik daryo tez orada qirg'oqlardan toshib chiqdi. Shiddatli oqim daraxtlar, toshlar, loy yo'lida uchragan hamma narsani oqizib ketdi. 9-may kechasi tabiiy ofat Kasaba qishlog'iga tashlandi. Odamlar kutilmaganda ofatga duch keldilar. Ko'pchilik uyquda bo'lganida shiddatli suv va loy oqimlari ularning uylarini yer bilan yakson qildi. Taxminan 150 ta inshoot vayron bo'ldi. Kamida 110 kishi, asosan bolalar va keksalar halok bo'ldi. Yana 28 nafar aholi jarohatlandi. Aloqa yo'qligi va yo'llarning yuvilib ketganligi sababli qutqaruv ishlari murakkablashdi. Kasabaga faqat Tanganyika ko'li orqali yetib borish mumkin bo'ldi. Xitoy. Bu yil bahorda Xitoy g'ayrioddiy ekstremal ob-havo hodisalari to'lqinini boshdan kechirmoqda. Ularning ko'pchiligi asrda bir marta uchraydigan deb ta'riflanmoqda. Atmosfera hodisalarining bir vaqtda sodir bo'lishi natijasida mamlakatning shimoliy va janubiy hududlarida kuchli yomg'ir, chaqmoq, bo'ron va tornado keltiruvchi bo'ronlar tizimi shakllandi. 8-may kuni Hunan viloyatida tornado yuz berdi. Yueyan tumanida 6 ta uy vayron bo'lgan. 100 dan ortig'i turli darajada shikastlangan. Avtomobillar do'l zarbidan shikastlangan, mevali daraxtlar singan. Hanyang okrugida tornado turar joy binosini vayron qildi. Vayronalar ostida 2 keksa qolib ketdi. Afsuski, ular halok bo'ldi. Hunan, Hubei va Jiangxi provinsiyalarining ko'plab ob-havo stansiyalarida Bafor shkalasi bo'yicha 9 balldan 14 ballgacha bo'lgan dovul shamoli qayd etildi. Yog'ingarchilik miqdori ham g'ayritabiiy yuqori bo'ldi. Anxoy viloyatining Tsimeng tumanida 1 soat ichida 87 mm yomg'ir yog'di. Pekin va Xebey provinsiyalarida 24 ta ob-havo stansiyasi may oyidagi avvalgi yog'ingarchilik rekordlarini yangiladi. Hatto qurg'oqchilikdan aziyat chekayotgan Shanxayda ham kuchli yomg'irlar yog'di. Ularning kuchi to'fon paytidagi yog'ingarchilikni eslatdi. Shu kuni Shensi viloyatining Xian shahriga to'satdan tovuq tuxumidek do'l yog'di. Avtomobil dileri umidsizlik bilan 300 dan ortiq sotuvga qo'yilgan mashinalardan birortasi ham omon qolmaganini aytdi. Barcha mashinalarning kuzovlari do'ldan ezilgan, oynalari singan. Janubga yo'l olgan konvektiv bo'ronlar yanada xavfliroq bo'ldi, chunki Janubiy Xitoy dengiziga yaqinlik namlik darajasini oshirib, bo'ronga qo'shimcha kuch beradi va uni to'fon darajasigacha kuchaytiradi. Shuni ta'kidlash kerakki, endi janubiy viloyatlar aholisi nafaqat to'fonlar mavsumida, balki yilning istalgan paytida kutilmaganda bunday hodisalar ta'siriga tushib qolishi mumkin. Masalan, Guandun provinsiyasining Yansian okrugida bir kecha kunduzda 250 mm dan ortiq yog'in yog'di. Yomg'ir shunchalik ko'p yog'diki, odamlar beligacha suvda yurishga majbur bo'ldilar. 10-may kuni Haynan provinsiyasidagi Longfeng kompaniyasining logistika parkiga quyun hujum qildi. Ofat bir necha soniya ichida zavod binolarining yarmini vayron qildi. Vayrongarchilik maydoni taxminan 2700 kvadrat metrni tashkil etdi. Vaqtiga hududda bo'lgan xodimlardan birortasi jarohat olmadi. Xo'sh, nima sababdan butun dunyo bo'ylab tabiiy ofatlar 10 yildan ortiq vaqt davomida kuchayib borgan paytda Rossiya hududida iqlim halokatlarining sezilarli o'sishi faqat so'nggi yillarda kuzatilyapti?
Garchi axborot makonida ba'zi g'ayritabiiy izohlar tarqalgan bo'lsa-da, javob texnik sohada yotadi. Tabiiy ofatlarni yumshatishning ushbu muhandislik yechimi Allatra fanlar aro ilmiy guruhi tomonidan yaratilgan tajribaviy qurilmadir. 2013-yildan 2023-yilgacha bo'lgan 10 yil davomida uning faoliyati birinchi navbatda Rossiya va Sharqiy Yevropa mamlakatlari hududida barqarorlashtiruvchi ta'sir ko'rsatdi. Atmosfera va gidrosferadagi jarayonlarga ta'sir etib, kuchli shamollar, bo'ronlar va g'ayritabiiy yog'ingarchiliklarning kuchayishini jilovlab turdi. Shu bilan birga Sibirda harorat Sibir magmatik plumining faolligi tufayli sayyoradagi o'rtacha ko'rsatkichdan 2,5-3 barobar tezroq ko'tarilganiga qaramay, Rossiyada ekstremal hodisalar soni sezilarli darajada sekinroq o'sdi. Qurilma aynan shu yerda Rossiya hududida siyosiy sabablar yoki shaxsiy manfaatlar tufayli emas, balki sayyoradagi barcha hayotni yo'q qilishga qodir bo'lgan Sibir plumidan kelib chiqadigan yuqori geodinamik xavf tufayli joylashtirilgan edi. Biroq 2023-yil avgust oyida qurilma faoliyati majburiy ravishda to'xtatildi. Bu voqeadan keyin deyarli darhol Rossiya va Sharqiy Yevropaning bir qator mamlakatlarida iqlim ofatlari soni va kuchining keskin o'sishi qayd etildi va bu tendensiya kuchayishda davom etyapti. Allatra ilmiy jamoasi olimlaridan biri, Dr. Egon Cholakyan ushbu qurilma nima uchun to'xtatilganligi, u qanday fizik tamoyillarga asoslanganligi va kimning sa'y-harakatlari bilan yaratilganligi kabi savollarga ochiq javob berdi. Shuningdek, u butun sayyorada iqlim bilan nima sodir bo'layotgani va bugungi kunda qanday yechimlar tabiiy ofatlar rivojlanishini sekinlashtirishga qodir ekanligi haqida aytib berdi. Sizdan Dr. Cholakyanning murojaatini alohida e'tibor bilan ko'rib chiqishingizni va taqdim etilgan ma'lumotlarni chuqur tushunib anglashingizni so'raymiz. Bizning umumiy kelajagimiz, mubolag'asiz aytganda, aynan shunga bog'liq.